Okalar, Karim Benzemani ham bilgani borib, magnitga o'xshab darvozabonlarning xatolarini o'ziga tortadi borib. Qanaqa o'yinchi? Bu ham bitta xatoni qaranglar. Shunday ilib oldi. Yo'da ham Andrey Pyatov mana Shaxtyor o'yinchisi darvozaboni. Qatki urib olishini bilib shu yoqqa yuguryapti okalar. U magnitda rostagasi qopdan qochsa ham orqasidan qopda yuguradi. Mana bitta Ulreich Bavariya darvozaboni kasha qilgandi. Urib ketgan Realda ayb yo'q. O'yinchilarni o'zi mana shunday xatolar qilib berishadi-da. Kubokka berib qo'yishadi. Mana bu ham Donnarummani xatosi. Foul dedi ko'pchilik, lekin foul topilmadi o'tda. Ham yo'da Eduard Mendini Rudiger bilan kasha qilishgan. Tomanda Realda ayb yo'q. O'yinchilarni o'zi kasha qiladi. Benzema jinnidan. Finalda mana hech kim unga Kariusga bosim qilmagan. Shuni oyog'iga tashlab berdi. Nima deyish kerak buni? Karim Benzema величайший игрок. Dor.